alaykum aziz muxlislar. Xabaringiz bor, Ramazon oyini avvalida bir aksiya e'lon qildik. Mening memuar romanimga bosmaxona narxi 120 ming so'm bo'lgan kitobni kim 100 ming so'mdan o'tkazsa, ularga shu kitobni yetkazib berishni va'da qilgan edik. Va'damizga binoan kitob chop qilindi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu kitob juda katta bo'lib ketdi. Salkam 800 bet, yana ichida albomi ham bor, ya'ni suratlar. Og'irligi ham 5-6 kilo bor. Va do'stlarimiz bu kitobni ko'rib maslahat berdilarki, juda katta va besonaqay bo'lib ketibdi. Bu kitobni ikkiga bo'ling, 2 tomlik qiling dedilar va bu maslahat menga ma'qul bo'ldi. Bu kitobni mana ko'rib turibsizlar. 1-2 tom qilib, 2 tomlik qilib nashr qildik. Mana bir chiroyli kitob bo'ldi, alhamdulillah. Bu kitob 2 tomlik bo'ldi. Ana bir tomlikka qaraganda endi ixchamroq bir chiroyli kitob bo'ldi. Xo'p, bu kitobning chiqishi har biri 100 ming so'mdan qilib belgilandi. Endi savol, 100 mingdan o'tkazganlarni puli nima bo'ladi yoki kitobi nima bo'ladi degan savol paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Va yechim. Endi 100 mingdan o'tkazgan do'stlarimiz yana 100 ming so'mdan o'tkazib kitobni to'liq holda sotib olishlari mumkin. Yo'q, men birinchi kitobni o'qiyman desa, biz jo'nataveramiz, farqi yo'q. Lekin kitob chala bo'lib qoladi. Bu aytaylik 40 yoshimgacha bo'lgan voqealar birinchi kitobda hikoya qilingan bo'lsa, keyin 50-60 yoshimdagi voqealar ikkinchi kitobda jamlangan. Alohida ikkinchi kitobni olaman degan odam hech narsani tushunmaydi. Xullas bitta kitob ikkiga bo'lindi. Demak, yechim yo yana 100 ming so'mdan pul o'tkazib, ya'ni 200 ming so'mga kitobni to'liq holda sotib olish yoki yo'q, Karimbekda To'ramurod mashinlik ekan, men kitobni yana qo'shimcha pul to'lamayman deganlarga 100 ming so'm pulini qaytarib beramiz. Bizga messenjer orqali yoki Telegram orqali kartangizni yozasiz, biz kartangizga pulingizni qaytarib beramiz. Bu yerda mashinliklik yo'q. Rozi bo'lganlar yana 100 mingdan to'lab kitobni to'liq oladi, rozi bo'lmaganlarga biz pulini qaytarib beramiz. Menimcha hammasini aytdim. Yana bitta gapni aytmoqchiman. Ramazonning oxirgi kunida aksiyamizni tugatamiz. Ramazonning oxirgi kunigacha kitob sotib olganlarga kitob yetkazib beramiz. Undan keyin boshqa aksiyamiz davom etmaydi va boshqa kitob ham chiqarmayman. Hozir 100 ta kitob chiqarishga ahd qildim. 70 ta pul o'tkazgan odamlarga kitobni yetkazib beraman, 30 tasi do'stlarimga, oila a'zolarimga, farzandlarim, nevaralarimga qoladi. Boshqa kitob chiqarmayman. Keyin sotib olaman deganlar sotib ololmaydi. Bu bir memuar roman aslida. Qiziq bo'lganlar to Ramazonning oxirigacha 200 ming so'mdan o'tkazib sotib olishlari mumkin. Oldimizda turgan Qadr kechasi sizlarga muborak bo'lsin. Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Inshaalloh pul o'tkazganlar, oladiganlar, olganlar 15-aprel kuni sizlarni Samarqandda kutaman. Inshaalloh bir juda chiroyli taqdimot marosimini o'tkazamiz. Viloyat kutubxonasini mo'ljallab turibmiz. Meni she'rlarim bilan qo'shiq aytayotgan san'atkorlar hammasi borishlarini bildirishgan, borib xizmat qilamiz, qo'shiqlaringizni aytib beramiz deyishgan. Kechalaring inshaalloh bir dilbar kecha bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ramazon hayiti muborak bo'lsin.